Bormi? Men mana bu yerga o'tib stand-up qilaman. Faqat iltimos, tezroq. Voy. Biz Sirdaryo viloyatining Guliston shahriga fuqarolarning murojaatlarini o'rganish uchun yetib keldik. Bu yerda yashayotgan fuqarolar dasturimizga murojaat yo'lladi. Aynan mana shu ko'p qavatli uylarda yashayotgan fuqarolarning kanalizatsiya suvlari mana shu yerga yig'ilar ekan va bu yerda juda ham badbo'y hidga aylanib, pashsha va chivinlar ko'payishiga sabab bo'lmoqda ekan. Oynagimizni ochsak, katta pashsha kirib boradi. Mendan oldin katta pashsha kiradi. Hamma narsa, hasharotlarning hammasi kirib boradi oynagingizni ochsangiz. Kanalizatsiyani hidni gapirmasa ham bo'ladi. Oynamni umuman ochmayman. Ochsam shunday hid kiradi. U tomondan katta mashina o'tadi. Qaramay qolib, yurib ketib qolsa ham bu yerga birorta bola tushib ketsa-chi degan xavotir bor-da. 4 yildan beri shu holat, qo'shnilar bilan pul yig'ib, shlanka tortib, keyingi suv oqova tizimiga ulashga harakat qilganmiz. Hidi chiqib, hidiga o'zi yashashni o'zi bo'lmayapti. Sirdaryo suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati tomonidan hozirgi kunda ushbu ko'p qavatli uylar, bugungi kunda ikkita domimiz o'sha oqova suv tarmog'iga ulandi. Ikkita domimiz qolgan. Ushbu domlar ertadan xudo xolasa ishchi guruhga shakllantirilgan, muammolar ijobiy hal bo'ladi. Mas'ullarning bizga bergan ma'lumotlariga ko'ra, fuqarolarning ushbu murojaatlari tez fursatlarda bartaraf qilinar ekan. Demak, biz bu manzilga va bu muammoga yana qaytamiz. Sayyora Rizqulova, Sirdaryo viloyatida shunaqa gaplar.